16-apreldan keyingi holatda nima ishlar olib borilganligi haqida ma'lumot berib ketaylik. Ularga qiziq bu narsa. Keyin hasharotlarga qarshi Baksyor degan dorimizda o'shalarni sepdik. Hozir umumiy maydonda 12 gektar bo'lsa 60 litr shelataloq qizildi. Shelataloq qizildi. Oldirib tashladik deganda qizlar bilan o'toq bo'ldi. O'toq bo'ldi-da. Ha, Mirzabek bu yigit nima qilyapti hozir? Nima ish bilan shug'ullanyapti, tushunmayman. Biz aka shu lentamiz sal birakroq chiqdimi? Mirzabek ko'pchilikka qiziq bo'ladi. 16-aprelda siz bilan dastur qilgan edik. Dastur qildik. 16-aprel holati bo'yicha ma'lumotlarimiz bor. Bereket agronom mutaxassisi Mehmet akamiz keldi. Mehmet akamiz ham o'zlarining tavsiyalari bilan o'tlar haqida ma'lumot berdi. Obunachilarimizga o'zingiz qisqacha 16-apreldan keyingi holatda nima ishlar olib borilganligi haqida ma'lumot berib ketaylik. Ularga qiziq bu narsa. Biz oziqa sifatida fosfor oqqizdik, keyin Shelatal degan dorimiz bor edi-ku. Mahmud aka aytib ketdi. Keyin Gumyor degan dorimiz bor, o'shalarni oqqizdik aka. Keyin hasharotlarga qarshi Baksyor degan dorimizda o'shalarni sepdik. Hozir aniqlik kiritamiz. Shelatal o'sha tuzlarni eritadigan kislotali ozuqamiz 1 gektar maydonga 5 litrdan tavsiya qiladi. 5 litrdan oqqizdik aka uni biz. Hozir umumiy maydonda 12 gektar bo'lsa 60 litr shelataloq qizildi. Shelataloq qizildi. Gektarga 5 litrdan qadrli do'stlar. Gumyorda ham gektarga 5 litrdan. 5 litrdan oqqizganmiz Gumyorda ham. Ha. Qancha muddat bo'ldi oqqizilganiga? Oqqizganimizga bir 15 kun bo'lib qoldi. 15 kunga yaqin. 2 haftalar atrofida bo'ldi. Ozuqalar berildi. Endi bargi orqali o'tgan safargi dasturimizda men Mehmet akaga izoh berib ketdim. Stomp albatta sepish kerak. Ta'sir etuvchi moddasi pendametalin bo'lgan. Hozir gerbisid masalasida shu o'tlarga qarshi bir ma'lumot aytib ketaman. Ko'p joylarda biz o'zi stomp sepamiz. Gerbisid pendametalin ta'sir etuvchi moddasi 33%lik. Ba'zi bir joylarda ayniqsa bu yerda qo'l syalkasiga ekilganda masofa yaqin bo'lgani uchun yaxshi chiqarmay qolish xavfi bor edi. Shuning uchun endi mana sepiladi, chiqib oldi ancha-muncha ston va boshqa chiqqan o'tlar uchun gerbisid tavsiya qilamiz. Pendametalinni adashmasam analogi sepildi, Pilar Power. Pilar Power degani sepildi. Bu biz katta-katta o'tlarni olib tashlab turib, keyin sepdik, shu ko'p aligi bo'lmasin deb turib. Hozircha mayda o'tlarimiz rivojlanmadi. Urug'dan chiqayotgan o'tlarimiz qoldi. Katta-katta endi yovvoyi o'tlarimiz bor, ularni oldirib tashladik qo'ldaga. Oldirib tashladik deganda qizlar bilan o'toq bo'ldi. O'toq bo'ldi-da. Ha, o'tab tashlab turib, keyin Pilar Power o'sha pendametalin ta'sir etuvchi moddasi sepildi. Gektariga necha litrdan sepildi? 4 litrdan sepdik biz. Ha, qancha suvga? 250 litr suvga sepdik-da. Gektariga 250 litr suv qo'ydik. 1 gektar maydonga 250 litr suv, 4 litr dori. Pilar Power. O'tlarga qarshi Pilar Power bu ta'sir etuvchi moddasi pendametalin 33%lik. O'tlarda urug'dan chiqadigan o'tlarni chiqarmaslik maqsadida bu dala maydoni o'tlar juda ko'p. Agar o'tga qarshi dori sepilmasa, o'tlarni eplab bo'lmay qoladi. Pilar Power sepishdan oldin Mirzabeklar bir o'toq qo'yardilar-a. Shunday bir katta-katta o'tlarni olib chiqdik. Keyin o'ya dorini sepdik. Hozircha o'toq qilayotganimiz yo'q, yaxshi. Motorli apparatda sepilyapti. Motorli apparatda sepilyapti. Xo'p, sizga savol. Biz o'tgan safar kelganimizda turbalarni ko'rsatib, shunday sal-sal ko'mamizda traktorda kirgizib yuboramiz aka dedingiz. Shunday. Men telefonda aytyapman. Traktorimiz kirdimi deyapman. Siz kirish kerak, kirish arafasida deyapsiz-da, motorlikda sepyapsiz aka deyapsiz. Keling shuni oydinlik keltiring. Nima bo'lyapti? Nimaga traktor kirmayapti? Bu traktor kirgizmaganimiz aka biz o'tgan safar shu boshda ekayotgan paytimiz traktorni bitta baloniga joy tashlagan ekanmiz-da. Xo'p. Ikkinchisi piyozimizni 2-3 qatorini nobud qilayotgan bo'ldi. Keyin har bitta shilankamizni ko'mib chiqishim bizga ancha vaqt ketib, muammo bo'layotgan bo'ldi. Traktor juda qiynaldi. Olib kelib kirgizib ko'rdik, yerda joylari turibdi, juda qiyinchilik bo'ldi. Shundan keyin sal qiynalsak ham shu apparatda sepamiz dedik. Bu yildan keyin lekin ikkita iziga baloniga joy tashlab traktorni sepishlarga juda qiynayapti. Texnikaga mo'ljallanmasak bo'lmaydi. Qadrli muxlislar, oldin ham aytganman, biz hali idealni qilishga harakat qilamiz, lekin vaziyat holatda kelib chiqib idealni bo'lmasligi mumkin. Biz ataylabdan birinchi dasturimizni ko'rsalaringiz bo'ladi, birinchi qismini joy tashlab ketgandik Mirzabek bilan, lekin oxir oqibatda piyozlar o'sgandan keyin ikkinchi balonni ham biz o'ylagandan ko'ra kengishroq joyda egalladigan bo'ldi. Ko'p piyozlarni ezadigan, piyozlar nobud bo'ladi degan hisobiga Mirzabek mana bu turbalarning hisobidan biz o'ylagandaqa bo'lmadi. O'sha texnika kirmadi, lekin men o'zim dalamda videolarda ko'rasizlar,
tomchilab sug'orish tizimi qilgan dalamda turbani pastga ko'mib, texnika kirgizib traktorda sepdim. U mutlaqo juda ham zo'r sepadi, juda ham zo'r. Xudo xolasa hamkorligimiz davom etadi kelasi yilga ham albatta Bobur akamlar bilan yana maslahat qilib, o'sha texnika kiradigan yo'l-yo'riqlarni ham qilamiz, Mirzabek. Shunday qilamiz. Bargi orqali hasharotlarga nima dorilar sepilganligini ham aytib ketaylik. Biz ko'proq bu yerga Boxer degan dorimiz bor hasharotlarga. O'shanga sepdik, keyin bir 1 litrdan oqqizdik. Boshida mana sim qurt deymiz, oq qurt deymiz, qurtlar bo'lar ekan. O'shalar sal yeb boshlovdi, shunga sepuvdik. Yo'q, hozircha yegani yo'q, yaxshi piyozimiz. Mirzabek, aniqlik kiritaylik, sepganimizda bargi orqali 1 gektarga qancha o'sha Boxer deylik, ta'sir etuvchi moddasi deltametrin 11%lik. Desis degan o'zi bularda originali bor, Bayer kompaniyasiniki. Ta'sir etuvchi moddasi deltametrin. Bular o'sha ta'sir etuvchi moddasidan olinib, boshqa har xil turlari ko'p. O'shalardan sepilsa qurtlarga qarshi samarali faoliyat ko'rsatadi. Xo'p, sepganimizda bargi orqali qancha sepildi? Oqqizganda 1 litr deganingiz o'sha 1 gektar maydongami? 1 gektar joyga 1 litrdan oqqizildi. Tomchilab sug'orish orqali. Sepgan paytimiz 200 grammdan sepildi. Endi shu o'rinda bir narsani aytib ketamiz. Biz boshqa joylarda tavsiya qilganmiz, gektariga o'sha deltametrin ta'sir etuvchi moddasi desisni originalini eng kamida 3 litr tavsiya qildik. Bilasiz Mirzabek, eng kamida 100 tonna, 120 tonna suv bilan sug'oriladi 1 gektar maydon. Obunachilarimizga ma'lumot bo'lib ketsin. Taxminan 70-80 tonna suvni oqizganingizdan keyin 10 tonna, 15 tonna suvga qo'shib kamida 2 litr, bo'lmaganda 3 litr desis insektisidini oqsiz, yerda tagida ko'pchilik qurtlarni videosini jo'natyapti, rasmini jo'natyapti. Shunda piyozni ko'rasiz, tagida qurt turibdi. O'sha qurtlarga yetib borish uchun dastlab 70 tonna, 80 tonnagacha atrofda suv oqiziladi. Keyin 10 tonna, 15 tonna suvga qo'shib 2-3 litr desis dorisi suvga qo'shib oqiziladi va undan keyin tomchilab sug'orish lentalarimizni hasharotga qarshi, qurtlarga qarshi insektisid dorilarimiz qolib ketmasligi uchun izidan yana suv oqizib yuboriladi. Hamma tomchilab sug'orish lentalarida, turbalardagi suvlar, dorilik suvlar dala maydoniga chiqib ketadi va o'sha nimaga 70 tonna, 80 tonna deb aytyapman, tagidagi qurt joylashib olgan joygacha yetib boradi. Masalan, o'shunda sal dozani ildizdan berganda, chunki bizda eng kamida 50-60 tonna 1 gektarga, bo'lmasa 100-120 tonna suv sarflanadi 1 gektarga. Agar o'shanga kamida 2 litr bo'lmasa 3 litrdan 4 litrgacha haligi bochka ozuqa beradigan bochkamizga hasharotga qarshi dorisini qo'shib sepmasak, yetmasligi mumkin, yetib bormasligi mumkin. Qurt masalasi tushunarli bo'ldi, Mirzabek. Mana bu ildiz barglari ancha yaxshi o'sib qopti. To'g'ri, ozgina shiratripslardan zararlangan joylari bor. Adashmasam, siz Gladus ham sepdingiz yaqinda. Sepdik, Gladus sepdik. Gektariga 400 grammdan. 400 grammdan sepdik-da. Mirzabek, ildiz orqali karbamid ham aytdik. Necha kilodan berildi? 50 kilodan berdik. 50 kilodan karbamid berildi. Xo'p, qadrli muxlislar, mana shu o'tgan safargi dasturimizdan keyin qilingan ishlar haqida qisqacha sizlarga hisobot berib ketyapmiz. Sizlarga qiziq deb o'yladik. Bargi orqali nimalar sepildi, ildiz orqali nimalar berildi. Agar bu haqida yana qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, albatta izohlarda yozasizlar. Men Mirzabek bilan keyingi iyun oyidagi suhbatimizda piyozlarning holati haqida hamda bugungi 20-may holatidan keyingi dasturimizda bo'lgan oraliqda bajarilgan amaliyotlar, ishlar haqida ham sizlarga ma'lumotlar beramiz. Sizlar qiziq bo'ladigan narsalarni albatta izohlarda mana shu narsa esingizdan chiqib qoldiki, yo e'tibor qaratmadingiz, mana shu narsa nima bo'ldi deb yozib yuborsangiz, piyozlarning holati haqida keyingi dasturlarimizda to'liqroq ma'lumotlar beramiz va bajarilgan ishlar haqida to'liqroq Mirzabekda ma'lumotlarni siz muxlislarimizga yetkazamiz. Tripiska dorilar sepildi. Tripiska dori sepildi, keyin ziylaralik bo'lib qolganda, kasallanganga o'xshab shu shiracha bo'lib qolganmi? Oqdoqlar tushyapti-da. Yo'q, bu tripsiyalaganiki, tripsi dorilarni yana sepiladi Mirzabek. Aparatdan deb o'yladik biz sepgan paytimiz. Yo'q, trips sal ozgina ta'sir qildi. Suvlar sal taralyapti, yaxshi tomchilashlari. Lentalar tepaga qaragan-a? Tepaga qaragan, eshik tepa. Mirzabek bu ishni nima qilyapti hozir? Nima ish bilan shug'ullanyapti, tushunmayman. Biz aka shu lentamiz sal birakroq chiqdimi, davleniyani ko'tarolmay teshilyapti-da. Teshilib qolyapti, o'shani keyin skouchlab yamab chiqyapsizlarmi? Yamayapmiz-da, boshqa ilojimiz yo'q. Endi sezon boshida olib qo'ydik. Shular. Bu paytda Turboplast korxonasi bilan Bobur akamlar bilan hamkorlik boshlanmagan payt. Boshlangan yo'q edi-da, biz lentani olib kelib qo'yib, keyin bular bilan topishbalik qildik-da. G'ulomjon aka, bu teshilish holati nimadan bo'ladi? Eng avvalo ishlab chiqarishga bog'liq bo'ladi.
ishlab chiqarishda ikkilamchi xomashyo qo'shilgan bo'lsa yoki stanok texnika u. Texnika noto'g'ri teshgan bo'lsa agar xuddi shunday holat yuzaga kelishi mumkin. Yana bir holat bor, u tashqi omil tufayli bo'ladi. Masalan, dala maydonida lentani to'shayotgan paytda bir xil ishchilar noto'g'ri tortib qo'yishi mumkin yoki yerdagi tikonlar teshib qo'yish holati ham bo'lib turadi. O'shaning uchun boya aytganimdek, lentani sal qalinrog'ini olish kerak. Чтобы erta to'shayotgan paytda ham tikon kirmasligi uchun, keyin tortayotgan paytda bir xil cho'zib yuboradi. O'shani oldish uchun qalinroq lenta olish kerak. Keyin yana bitta narsaga e'tibor qilish kerak. Boya aytganimdek, tomish emitrasi mana bu nano dripper deydi, kichkina emitter. Bizda turboplast korxonada ishlab chiqaradigani emitrasi kattaroq, kanalchalari ham kattaroq bo'ladi. Soatiga 1 litr 600 gram suv tomizadi u ham. Bizda ishlab chiqaradigan dripper, bu ham o'zimizda ishlab chiqariladi, import qilinmaydi. Tiqilib qolish holatini olinadi bizda ishlab chiqaradigan lenta. Bobur aka, bu lentani teshigi tepaga qaraganda yaxshiroq bo'ladi, albatta. Yaxshi bo'ladi, chunki pastga qarasa toprak yoki to'plarga yashagan mayda hasharotlar ona zarar verishi mumkin, tukalishi mumkin. Tepaga qarasa daha yaxshi bo'ladi. Yaxshiroq. Bitta juda bir ko'pchilik so'raydigan savol bor sizlarga. Ko'pchilik shu savoldan boshlaydi, tomchilab sug'orishda. O'zimdan ham so'rayapti. Tomchilab sug'orish tizimlarini o'rnatish uchun 1 gektar maydonga qancha xarajat bo'ladi degan savol. Bu haligi unikalniy deymiz rus tilida, klassik haligi takrorlanuvchi, hamma beruvchi, doim beriluvchi savol. Mana shu savolga nima deb javob berasizlar sizlar? Uning uchun siz zavodga borishingiz kerak-da. Zavodga borishingiz kerak. U yerda mutaxassislar bor. Uni qaysi sxemada qilamiz? Lifelet bilan qilamizmi? Polietilen bilan qilamizmi? Mandal bilan qilamizmi? Magistrallarni yer ostidan o'tkazamizmi? Qanaqa filtr qo'yish kerak? O'shalarni ham ko'rib chiqamiz. O'sha yerda yeringizni lokatsiyasini olib borsangiz bizaga, Bobur akamga tashab beramiz. Bobur aka Sputnik orqali ko'rib, nima bilan qilishni sizga ma'qul variantli qilib beradilar. Uning uchun zavodga borish kerak. Bir piyola choy ustida o'sha yerda loyiha qilamiz, xudo xolasa. Bobur aka, siz ketib qolmasa ishtirok etasiz suhbatimizda, xudo xolasa. Siz kelib mehmon qilamiz. Bo'ldi. Boshimiz ustida. Bo'ldi. Abdusalom, demak zavodga borsak, biz ishlab chiqarish jarayonlarini o'zimga ham savollar ko'p. Turboplast hamkorimiz desam, sexmikan, ishlab chiqarish qanaqamikan, yaxshimi ishlab chiqaradimi, sifatligi, qanaqa joyda ishlab chiqaradi, lifeletlari, umuman bitta tomchilab sug'orish faqatgina lentasini ishlab chiqaradimi yoki haqiqiy bir katta bir qishloq xo'jaligida boshqa turli tuman mahsulot ishlab chiqaradigan kattaroq tashkilotmi degan savollarim ko'p. Abdusalom, bo'lmasa qadrli muxlislar, sizlardan keladigan haligi takrorlanadigan savol bor-ku, 1 gektar maydonga qancha xarajat qilamiz, qanaqa texnikalar orqali qanaqa turba olinadi? Bu bitta qisqagina savolga javob berib o'tish masalasi qiyinroq masala. Buni mutaxassislarimiz bilan, Bobur aka bilan, Abdusalom bilan Samarqandga borib, Samarqandda turboplast korxonasida ishlab chiqarish maydonidan, ishlab chiqarish jarayonlaridan sizlarga qizil lavhalarda ulashib, ana shu joyda zavoddan sizlarga 1 gektar maydonga tomchilab sug'orish tizimlarini o'rnatish uchun qaysi uslubda qilsa qancha xarajat ketishi haqida to'liq ma'lumotlar beramiz. Bobur aka, bugungi ma'lumotlaringiz uchun rahmat sizga, baraka toping. Shuncha joydan erinmasdan kelganingiz uchun ham rahmat, baraka toping. Sizga rahmat. Abdusalom, sizga ham rahmat shu tashrif buyurib bilimlaringiz haqida ulashganlaringiz uchun. Mirzabek, rahmat, baraka toping. Rahmat sizlarga, mana kelib ancha ilmimiz oshdi. Tushunmagan mana lentani bildik. Xudo xohlasa, mana shu ishlarimizni biz xalqimizni, dehqonlarimizni, tadbirkorlarimizni bilimlari oshish uchun, ilmlari oshish uchun harakat qilyapmiz. Mana shu ishlarimizni o'zi oqibati xayrli bo'lsin, yuzimiz yorug' bo'lsin, hosillarimiz ham yuqori bo'lsin. Inshaalloh muxlislarimiz bilan Samarqanddagi turboplast korxonasini ishlab chiqarish jarayonlari haqida sizlar bilan xudo xohlasa Samarqandda ko'rishamiz inshaalloh. Inshaalloh. Uzoqtirmaymiz, boramiz. Hammalaringizga rahmat, muxlislarimizga salomat bo'linglar. Izohlarda zavodga borsak yana nimalardan aniqlik kiritib olishimiz kerakligi haqida aktiv bo'lib yozasizlar. Biz sizlarga qo'ldan kelgancha to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Rahmat. Ramzon aka, ko'rayotganingizdek, tomchi lentalarni bir-biriga ulash uchun xizmat qiluvchi fittinglar ushbu dastgohimizda ishlab chiqariladi. Bizda 50 diametrdan to 250 diametrgacha ishlab chiqarish mavjud bizda. Noxosdan bilmay qolgan holatda tesha bilan urgan paytda tomchi lentasi tezlik qolgan holat bo'lishi mumkin. Tomchi lentasini to'shayotgan paytda tomizgich qismini tepaga qaratib qo'ysinlar. Ko'rsataylik. Qani akalar, ha. Yo bismillah. Ya buni oxirigacha bostirish kerak, hoppa. Bo'ldi, ushlan. Qani bismillah.
Ana. Bitta crash test qilib ko'rsataylik. Hop. Qaysi tomonga? Tomonga tushiraylik. Bitta qoching. Qani, ertatma qochinglar. Ketdik. Qoching. Qoching, qoching.